Ahmoq politsiyachi, men seni ogohlantirgandim, lekin xato qilding. Shu yerda qishloq bo'lishi kerak. Topildi. Mana shu yerda men bularning ichiga kirib olishim. Politsiyachi kiyimini kiyib olsam, ular meni politsiyachi deb o'ylashadi va oralariga olishadi. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Sten va aslida men BMW fanatiman. Noob, mening instrumentlarimni sen oldingmi? BMW. Endi biz do'st emasmiz. Men faqatgina Mercedes. Nima? Bor yo'g'i tush ekan. Xudoning o'zi bir asradi BMW egasiga aylanishdan. Tinchgina uxlayman. Xayrli tong. Yaxshi. Nima? Kamera stop. Shiftga nima qildi? Tushunmadim. O'zi shundaymi yoki menga hammaga salom do'stlar, mening ismim Sten va meni shiftdan pasayib qoldim yoki shunday tuyulyaptimki. Blok qo'ygan ovoz chiqdimi? Bu bloklar qayerdan keldi? Tushunmayapman. Har doim shunday bo'lganmidi? Qiziq. Salom Stan. Salom o'xshaytir. Qalaysan? Yaxshi. Vaqtxona ishlar qalay? Zo'r bo'ladi. Kechasi bilan uxlamay chiqding-a? Nimaga? Taqir-tuqir ovozlar chiqdi-ku uyingdan. Bilmasam, men uxlayotgandim. Bir marta baqirdim, u ham tushimga BMW kirganda, Jiguli haydagan yaxshi-ku. Shuda. Mayli, lekin baribir shiftim g'alati bo'lib qolgan. Tushunmayapman, nima uchun? Nimadir noto'g'ri, kichkina bo'lib qolganmi, kattarib qolganmi? Kamera pastga chiqib, Mike. Salom Sten. Salom, qalaysan? Yaxshi. Kecha bilasanmi tushimga nima kirdi? Nima? Xullas birinchi shiftimga qara. Xo'p, nima bo'libdi? G'alati yurmayaptimi? Yo'q, shiftga shift. Nima qilibdi? Bilmasam, kamerang turibdi mana. Men ham hayronman. Sen tushdan gapir. Xullas tushimda BMW egasi emishman. Nima? Yur men bilan. Nima qayoqqa? Men seni kayfiyatingni ko'taraman. BMW egasimish. Shunaqa ham tushlar bo'ladi. Sen e'tibor berma. Tushlar ba'zida qo'rqinchli bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. Sen haqir ahmoq emassan, haqiqiy hayotda BMW sotib oladigan. Shuni ayt. Mana biz mana bu yerda dam olamiz. Kulrang to'shaman. Men uchun, ko'k esa senga. Qoyil. Mana oftobdan dam olish mumkin. Qoyil. Xo'sh, endi esa sen ham men uchun sovg'a tayyorla. Yiqilib tushdi. Men ham tayyorlayman. Men ham tomdan biror nima quraman, lekin men quradigan narsa Mike'nikidan 5 yo'q, 15 marta ko'proq zo'r bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda tomni ochishimiz kerak. Tomni ochganimizdan keyin u yerda haqiqiy uy quramiz. Do'stlar, bizda shiftda uy bo'ladi. Ana shu joyda yashashimiz bo'ladi. Sen qachon agorga qaraysan, undan tashqari BMW Sila, sizlar uloqsizlar. Mayli. Meram ahmoq ekan-ku. Xo'p, men o'ylamagandim uni bunchalik ahmoq deb. Mayli. Lekin shift g'alati. Hozir agarotga qarash kerak, keyin esa ko'ramiz nima qilsak bo'lar ekan. Menimcha bemalol hozir agarotimizni ishini tugatgandan so'ng shift bilan shug'ullanishimiz mumkin bo'ladi, chunki men shiftda zo'r narsalar quraman. Bemalol u yerda yashashimiz mumkin bo'ladi. Menimcha u yerda yashay olmasa kerak. Odamlar sig'maydi u yerga. Bir o'zimiz sig'ishimiz mumkin, chunki u yerda joy tor bo'lsa shiftda kim ham yashay olardi u yerda? Menimcha faqatgina yosh bolalar, lekin ularning ham bo'yi tez o'ssa, boshi tegib qoladi shiftning uchiga. Mayli. Hozir tomni ochamiz va shiftdan joy quramiz. Yoki uyning o'rniga boshqa narsa qursamkina. Bilmadim nima qilib. Kompyuter o'rnatish kerak, lekin menda ortiqcha kompyuterlar yo'q-da. Balki biror yerdan arendaga PlayStation olib kelarman. Keyin esa televizor topish kerak bo'ladi, katta 4K'dan va maza qilib Mortal Kombat o'ynaymiz yoki Gran Turismo. O'ylash kerak. Nima o'yinlar bor? Tomda maza qilib o'ynash uchun konditsioner ham o'rnatsa bo'ladi. Men bilaman qayerdan olish mumkinligini. Hozir merga narsalarni topshiray, qurilishni boshlaymiz. Bu zo'r bo'ladi, janob mer. Olib keldim. BMW Sila, Mers, Magila. Mayli. Bo'ldi. Hayronman do'stlar, nima uchun hamma bizni Mercedeslarni yomon ko'rsatdi? Mercedeslar zo'r mashina. Mayli. Baribir ham katta bo'lishsa tushunib olishadi. Mercedes zo'rligini BMW dan ko'ra. Men esa hozir tomimni kuchaytiraman. Bizga kerak bo'ladi albatta instrumentlar endi o'zimda bor. Mike'dan olishim shart emas. Yaxshi, yana nimalarni olsam ekan? Daraxt chopib kelish kerak. Ularni qurilish yog'och bo'laklari o'rniga ishlatishimiz mumkin bo'ladi, chunki ularning ustiga chiqish oson, sindirish oson va qaychi bilan mana bunday tez olishimiz mumkin bo'ladi. Men qurilish bo'yicha borgan sari kuchayib boryapman. Yaqinda professionalga aylansam kerak. Men ham yuzimdagi narsalar to'g'ri bo'ladi va skinim chiroyli bo'ladi, Mike'nikidek. Nimaga o'tolmayapman? Qiziq. Qani mana bunday bo'ldi. O'tdim yaxshi terib olamiz va bo'ldi. Bularni ishlatishimiz mumkin. Yaxshi. Qani endi ketdik bu yerdan. Teskari qo'yib qo'ydim. Bunisi bu yoqqa bo'lish kerak edi va mana bo'ldi. Endi chiroyli o't bo'lagi bizga kerak emas, chunki biz faqatgina
hozir barglar bilan ishlaymiz. Daraxt barglari faqatgina shular kerak. Bu uyni yopib qo'yishibdi. Nimaga yopishibdi ekan? Qiziq, chiroyli uy edi. Ha, mayli, biz hozir tomimizni kuchaytirishimiz kerak. Mana buni ochamiz va mana zinali chiqish yo'li tepaga va shu orqali tepaga chiqishimiz mumkin. Albatta, boshqa nimaga ham sarflash mumkin bu barglarni. Zo'r. Endi esa bu yerni ochamiz va nima? Bu yerda uy avvaldan bormi? Tushunmayapman. Bo'lishi mumkin emas. Nima? Ha, narsalar hattoki bir tomchi chang ham yo'q. Lekin chang tomchi bo'lmasa kerak-ku-ya, lekin do'stlar, bu yerda chang yo'q. Kimdir yashaydi bu yerda degani. Balki mana bu bu qishloqlik. Ha? Bu nima? Tushunmadim. Bu yerda narvon tepaga chiqadigan qiziq devorga olib boryapti. Qani ko'raylikchi. Hoppa. Nima? Bu yerdan havo o'tyapti. Shamol do'stlar, buni qaranglar. Ha, ko'rmayaptimi? Yomon, chunki kameram shamolni ichidan o'tsa do'stlar, bu axir videolarda ko'rsatishadigan fake blok-ku. Kim qo'ydi? Tushunarli, Mike qo'ygan bo'lsa kerak bularni. Ha, mendan qasos olmoqchi bo'lgan. Do'stlar, kim eslasa, bir videolarni avvalgi qismida men Mikening uyining tagida bunker qurgandim. Ha, mana shuni eslab shu ishlarni qilgan bo'lsa kerak. Afsus, men uni do'stim deb o'ylagandim. U esa qasoskor ekan. Hoy, Mike. Nima? Sen mendan qasos olmoqchimisan? Ha? Nima, qanaqa qasos? Men seni uying tagida bunker qurganim uchun sen uyimning ustidan uying ustida nima? Voy, yur ko'rsataman. Davay ko'rsat. Men hech narsa qilganim yo'q. Aha, hozir. Boyagi BMW haqidagi tush senga yomon ta'sir qildimi deyman-da. Yo'q, bor. Nima qilding? Ko'rgin. Hop, qani. Senga syurpriz qilmoqchi edim. Syurpriz? Ha. Wow, shumi? Sen qurgansan bularni? Yo'q, ha, qara, fake blok. Rostdan buni sen qilmagansan. Ha-da. Qiziq, demak buni o'yinchi qilgan, lekin kim? Bilmasam, o'ylab ko'rish kerak. O'yla. Nima? Men bilmadim. Xullas, sen syurprizingni tayyorla. Men bu yerda hech qanday syurpriz ko'rmadim. Men ketdim. Yoki kamera qo'y, kameradan ko'rarsan, agar rost bo'lsa gaping. Do'stlar, gap to'g'ri. Agarda bu yerga kamera qo'ysak bo'ladi, lekin kamera qayerda sotarkan? Kameralar axir qimmat. Pulim yetarmikin? O'ylashimcha yetsa kerak-ku, lekin pulimni ayayman-da. Bor yo'q 1-2 marta ishlatiladigan narsa uchun. Balki birov trolling qilmoqchidir, meni bilmadim. Sekin. Qo'limni kesib oldim. Yomon. Mayli. Bo'ldi, endi esa o'ylashimiz kerak. Rostdan ham do'stlar, kamera o'rnatsakchi pulim yetadi, lekin sarflagim kelmayapti. Ammo mana buni ham kecha ovozlar chiqdi deyishgandi. Rostdan ham do'stlar, demak kecha qurgan bu narsalarni kim bo'lsa ham mayli. Hozir borib kamera olib kelamizda, shu kamera orqali umid qilamanki topishimiz mumkin bo'ladi kim nima qilganini. Aks holda bilmadim, nima qilishimiz mumkin. Xo'sh, yo'q, bu kiyim sotadigan shekilli. Kamera qayerda sotardi? Bloklarni sotadigan joyni topib. Mana bu yerda bo'lishi kerak. Hozir sotib olamiz. Qani? Salom, nima olasan? Menga kamera kerak. Bor kamera. Yaxshi, qani olchi? Pul yetadi lekin. Hozir bo'ldi, ochaver. Hoppa, monitor. Qimmat ekan. Albatta, texnika original, Xitoy emas. Mayli, rahmat. Bo'ldi, ketdik endi do'stlar. Bemalol kamera o'rnatishimiz mumkin bo'ladi va bu yerga kim uy qurganini bilib olamiz. Stan. Janob mayor. BMW. Yana shu gap, jinimsan. BMW ko'chmish. Agarda ularning BMWsi bo'lsa o'g'irlab ketsam-chi? Yo'q, unday qilmaganim ma'qul. Mayor baribir ham juda ham jiddiy odam, o'ynashmagan arbob bilan urar, harbob bilan. Xo'sh, qani ketdik endi do'stlar, kamerani o'rnatamiz. Mana bu yerga qo'ysak bo'ladi ichkaridan, lekin qayerga qo'ysak? Tepaga qo'yib, menimcha monitor bilan bir marta bossa ishlashi kerak. Xo'sh, qani mana bossamiz. Yozuvlar chiqdi va ishlayapti. Rostdan bu zo'r-ku. Ertalab ko'rayapti. Menimcha tungi ko'risham bo'lsa kerak, ammo ishonchim komil emas. Bo'lib, bu yerdan ketamiz. Yaxshi. Keyingisini mana bu yerga qo'yish kerak, lekin ko'rinmas bo'lishi kerak do'stlar. Sirli kamera. Xo'sh, Rijil. Mana bu kamerani qo'ysam bo'ladimi uyning ichiga? Xullas, tomda kimdir yashayapti menikida, lekin bilmadim kim. O'g'ri bo'lishi mumkin. Mana shu yerga qo'ysam maylimi? Ichkariga qo'y, ko'rinmaydigan bo'ladi. To'g'ri aytsan, rostdan ham. Qani ichkariga? Mana shu yerdan qo'ysam bo'ladi, Mana deraza yonida qo'ydim. Aytgancha, nimaga mebel yo'q bu yerda? O'ylab topa olmayapman. Nimani? Dizayn. Afsus, meni uyimda ham dizayn rasvos chiqib yotibdi. Bo'lib turadi. Shuda. Bo'ldi, hammasi ko'rinyapti.
qaratib qo'ydim kamerani. Nimaga qaramayapti ekan? Bosish knopkasini. Bo'ldi, bosdim. Endi ketdikmi? Qayoqqa? Dam olishga. Davay. Hozir men kiyinib chiqay. Aha. Bo'lmasa bu kiyimlar bilan borsak, hammasini ustidan kulishga majbur qilaman. Meni ustimdan kulishadi. Xo'sh, qani nastroykasini qilib olay. Keyin kiyimlarimni almashtirib. Hoy, tur. Iye, reja uxlab qolibman. Haylanishga chiqmadik. Yo'q. Men boshqa masala bo'yicha keldim. Nima masala bo'yicha xafa bo'lmadingmi? Men ko'zingning yoniga kelib qoldi. Hoy, uyingga kimdir kirdi. Hozir unutib qo'yibman. Uzr. Qani ko'rchi. Rostdan bu yerda kimdir yuribdi. Kim ekan, ha? Meni ko'rs. Bu Jitilmi? Ha. Kiyimidan tanimayapsanmi? Yo'q, ko'rmayapti. Tungi ko'rishga hammasi oq-qora. Ha, yomon. Chiqib ketdi shekilli. Qani ikkinchi kamera ko'z. Rostdan qara qanaqadir kostyumli. Orqasidan boramizmi? Davay. Qani ketdik. Faqatgina u xavfsiz bo'lsa, sen shu yerda qol, politsiya chaqirsan. Xo'pmi? Baqiraman. Xo'p. Bo'ldi, sizlar qani ketdik. Qani ko'raylikchi. Kim ekan? Va, sekin. Mana. Nima? Politsiyachi? Ha? Siz meni uyim tepasida nima qilyapsiz? Tushunmadim. Bir tergov ketyapti. Men sirli politsiyachiman. Aytdim. Ha, mayli. Qanaqangi tergov? Sirli tergov ayta olmayman, lekin u yerda dokumentlar bor. Umid qilamanki ko'rmadingiz. Yo'q, men teginganim yo'q hech nimaga. Yaxshi. Bo'pti, ketdim. Omad sizga. Rahmat. Tushunursiz do'stlar, bu politsiyachi ekan oddiy. Men esa vahima qilib yotibman. Xo'sh, Jitil. Ha? Politsiyachi ekan. Yo'q. Ha, qanaqadir sirli tergov deyapti. Mashinik bo'lsa-chi? Bilmasam, lekin kameralar bor-ku. Balki politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz, baribir. Bilmadim.